طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الحمد لله حمدا لا إله إلا الله وصلي على محمد. Biz dünyadımı baxtlik, ahiretimi baxtlik bo'limiz deydikanmiz. Sabrdan iborat bo'lgan bu energiyani o'zimizda yetishtirishimiz lozimligini biz har qandaq bir musulmon tunib yetishimiz lozim va bu sabrning bo'libmi Qur'oni Karimdagi bizga ko'rsatgan yo'l yo'riqini bilishimiz lozim. Biz özümüz çağlagan, özümüz düşengen, cemiyettin biz terib algan sabr emas, belki Kur'an-ı Kerim bizge öğretken sabrini bilişimiz gerek. Şuna yukarıki birinci derslikte sabrinin birincisi tevhid itikadı çıngtırış ve Peygamber aleyhisselamның hayatı, siritini özümüzün hayatı ve cemiyeti de ravallaştırış, emilleştirişke, çıngtırış, Kur'an hadiske ve onun hüküm, siyaset ve nurlarını cemiyette icra kılışka çın turuş ve ibadetimizni emilleştirişke çın turuş. Mana bu sabrının birincisi diyen. Endi ikinci dersimizde sabrının ikincisi nime? Kur'an'daki agen sabrının ikincisi ise Kur'an'daki agen sabrının ikincisi cüretlik buluş. Tirişcan buluş. Hakni cakallayaradığan buluş. Şu an Allah Teala diyor ki Euzu billahi mineşşeytanirracim fasda' bima tu'mar ve a'rid anil müşrikin. Sen Muhammed sen buyurulgan hakni jakarlığın yani muş hakni jakarlaşka, hakni emilleştirişke, hakni İslam dinini Allah Teala buyurgan vahiy ilahini, tevhid itikadını dünyada yorutup sözleş, emilleştirişke çın turgun dedi. Hazır biz dünya Müslümanlarının emniyeti qarab baksak, dünya Müslümanları hakkını jakarlaşta, hakkını etrafı tarqitishda, hakkı ölgü buluşta, tirishchanlik qilish emniyeti Kur'an'da kelgan mushu buyruqqa, mushu farzga uygun holatda ulda emilleştirish mavjudmi desa, buna ait az. Dunyolik ishimizga atdigandin kashshi ishlasak, buningga maaş kelgachga, buningga qisat kelgachga dunyoga birilish bizning ko'z oldimizdan etib olganlikdan ham oxiratdagi Allohning azobidan bakroq dunyodagi kofirlarning aziyati bizga cho'ng ko'ralganligidan haqni atrofiga tarqitish, ilmiy yusunda bo'lsa-mu haqni yo'ritishga ahamiyat berish nihoyat kam bo'ladi. Shuning uchun mushu haqni aşkar qilishga Allah buyurup sabrning ikincisi nima? Bu sabr qilish degan o'yga kirib o'ltirilish emas. Nada bo'lsak, qanday bir ahvolda bo'lsak, mushu haqni televizorda, internetda, torda, axloqimizda, kuch-quvvatimiz bilan, so'zlarimiz, harakatlarimiz bilan, go'zal bo'lgan har turli muomalalarimiz bilan haqni oshkor qilishni, haqni dunyoga jakarlashni, Qur'on va hadisning nurini amallashtirishni bizga Allah Teala sabr deb bayon qildi. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz mana shu sabrning ikincisi sen haqni yetkizishga, sen buyurilgan haqni oshkorlashga chin turgin. Sen mushriklardan yuz o'rgin. Ya'ni mushriklar har turli aziyat berdi, jafo soldi, yomonlik qildi deb haqni yetkizishdan to'xtab oladigan ishni qilma. Yana Allah Teala mushini bizga kushondirib وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ dedi Kur'an-ı Kerim'de. Yani sabrga vasiyat qilinglar. Yani Allah Teala'nın dinini yetkizish, haqni yetkizish, haqni dunyoda rivoj topib qurish va amallashtirishda o'zaro bir-birlarga sabr qilishga vasiyat qilinglar va chin turinglar deb Allah Subhanahu va Taala bizga sabrning ikincisi, yani haqni dunyoda namoyon qilishning mushu sabr ekanligini bayon qildi. Nurg'un dünya Müslümanları, nurg'un dunyodagi har turli islomiy hayotni ustun qilamiz deb turayotgan, siyosiy xizmat qilayotganlar,
nima uchun mag'lub bo'lib ketdi desa, kofir dinsizlar, dinsiz, botil, yomon iddialarini, yomon so'z harakatlarini qandoq yo'li bo'lsa, oshkorlashga tirishgan har turli xizmatlarga o'xshash islom din da'vatchilarimiz bu shu haqni oshkor qilishda tirishchanlik qilishimiz kam bo'lib qoldi. Shuning uchun doim biz mag'lubiyatni o'zimizning yaxshi qila olmagan taraflarini ham yaxshi qilishga tirishchanlik qilib, o'zimizning sabab bo'lganligini o'ylamay, balki jamiyatga atib qo'ysak bo'lmaydi. Shunga mag'lubiyatni g'albiga aylantiramiz. Alloh bizga yordam berdi desak, haqni dunyoda ro'shan qilishga, oshkorlashga, har turli vositalar bilan haqni yo'ritishga tirishchanlik qilsak, ondan Alloh subhanahu va taolo bizga yordam berdi. Ham tirishchanlik qilishga, sabr qilsak, Alloh bizga yordam berdi. Shuning sabrning ikkinchisi haqni oshkor qilishga, haqni yo'ritishga, haqni tarqitishga sabr qilish. Mayli aziyat bo'lsin sabr qilish, mayli yo'ritish bo'lsin, buning ketadigan iqtisod, buning ketadigan kuch-quvvat, buning ketadigan o'zaro bir-birimizdan hamkorlashdiki, har turli qiyinchiliklarning hammasiga sabr qilsak, ondan Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining yordamini ato qiladi. Har birisimizni Alloh subhanahu va taolo haqni jakarlash, haqni yo'ritish, haqni oshkor qilishda Muhammad alayhisalom va sahobalardek va ilgirki payg'ambarlardek haqni dunyoga yo'ritishda ching turg'ishidan bo'lg'il nisb bo'lsin. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع